Salom do'stlar, bu Minecraftdagi keyingi katta yangilanish haqida minlar. 1.21 hali chiqmadi, lekin biz Mojangning odatlari va o'yin ichidagi izlar orqali 1.22 da nima bo'lishini taxmin qilishimiz mumkin. Tayyor bo'ling, chunki bu ro'yxatda End Dimension Reward'dan tortib yangi jang tizimigacha bor. Keling, boshladik. Birinchi bo'lib bizda End Dimension yangilanish. Sababi Nezerda 2020-yilda o'zgargan. The End esa 2016-yildan beri deyarli o'zgarmagan. Taxmin qilib aytadigan bo'lsak, yangi End Beyond, shisha singari bloklar yoki qora materiya, End City'da NPS yoki yangi post. Mojang Endni oxirgi marta yangilaganiga 9 yil bo'ldi. Ular bu yerni jonlantirishga majbur. Ikkinchi, Combat System. Mojang 2020-yildan beri yangi jang tizimi ustida eksperimentlar qilgan. Taxmin qilib aytadigan bo'lsak, qayta balanslangan qurollar, qilich va bolta, kombo zarbalar, PvP uchun yangi jang effektlari, Stagger Blade Defense. PvPchi bo'lsang, bu yangilanish seni o'zgartirib yuboradi. Uchinchisi esa Inventory qo'shimchalari. Mojang bu haqda jonli efirlarida gapirgan, lekin hali hech narsa chiqmagan. Taxminlar: slot qo'riqlash, qurol, ovqat, resurs, stack avtomatlashtirish, qo'shimcha hotbar yoki favorites tizimi. Modlarni ko'chiradimi, kim biladi, lekin hammamiz buni kutayapmiz. To'rtinchisi, yangi mod Vote g'olibi. Har yili bo'ladi. Mojang jonli efirlarda tomoshabinlar ovoz beradi. Taxmin: o'rmonlar yoki Deep Dark bilan bog'liq yangi mob, Fodal effekt yoki yangi challenge qo'shadi. Agar bu safar jamoa to'g'ri ovoz beradigan bo'lsa, o'yin qiziqroq bo'ladi. Beshinchisi esa yangi bloklar, redstone tuzilmalari. Mojang 1.21 da crafter qo'shdi. Bu texnik o'yinchilar uchun signal. Taxminan redstone uchun yangi relay bloklar, motion detektor, harakatni sezuvchi blok, auto smelter, avtomatik erituvchi, texnik baza qiladigan uchun bu inqilob bo'ladi. Demak do'stlar, bu 5 ta fan g'oyalari 1.22 yangilanishi bilan bog'liq eng ehtimoliy narsalar. Siz nima deb o'ylaysiz? Qaysi biri rostdan ham bo'ladi deb o'ylaysiz? Kommentda yozib qoldiring va albatta like va obuna bo'lishni unutmang. Minecraft yangiliklari aynan shu yerda chiqadi.